Mana o'rtoqlar, sotiladigan uyimizdan sal mundaroqda 4-sonli maktabimiz. Uni qarama-qarshi tomonida 32-sonli bog'chamiz. Hammaga assalomu alaykum. Mana bugungi sotiladigan uyimiz o'rtoqlar. Shu shlaka bloki boshlanishidan shlaka bloki tugashigacha kirushli kalitka bor. Kelajakda kirushiga bemalol darvoza ham qo'yib olasizlar. Mana ko'chalarimiz asfalt qilingan. 4-maktab bilan bog'cha yaqin. Bu tomoni mana Chirchiq shahar Nijniy kirushi. 7-marshrutga shu yerdan o'tadi. Mana o'rtoqlar, hovlimiz tekis joyda. Bu yoqda mana joy tashab ketilgan. Bemalol darvoza o'rnatishga ham sharoit bor. Darvoza o'rnatib boshini qo'yishga. O'rtoqlar, kimga shu uyimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, bemalol uy egalariga aloqaga chiqib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Pastda raqamlarini qoldiryapmiz. Shunaqa yangi uy e'lonlarini o'tkazib o'rmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang.